6 sotix 5 xona uy bor Fayzi xonadonda obzorini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Kanalga obuna bo'lib, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Juda ham chiroyli, juda ham Fayzi holatda. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvozaxonani ko'rib turibsizlar. Patologlar tunuka fon qilingan. Yerlarimiz 100% burchakka qilingan. Chap qo'ldagi uylarimiz 100% eshik romlari akfa qilingan. Manzil qayerda deysizmi? Manzil Farg'ona shahar 5 bola Go'snafda mol bozorini shundoqqina orqasida aytib o'tgandek 6 sotix 5 xona uy bor. Undan tashqari bitta yaxlit podval, 2 xona uyga fundament quyib qo'yishgan va Sanuzel xonasi alohida. Ushbu fundamentni do'stlar ko'rishingiz mumkin. Uy tomonga qarab turib baland qilib uy solinadigan bo'lsa, mana qo'shnini 2 etajli uyi ham yopilib ketadi. Bu sizning hovlingizga ko'rinmaydi. Sababi mana ko'rishlaringiz mumkin, shunga moslab qilingan. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor, gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Xo'p, bu tomonda mana yaxlit bitta podval bor. Buni ko'rsatib o'tirishimiz shart emas. Uyimizning narxi $59,000 baho so'ralyapti. Albatta o'tib beradigan joy bor. Bu tomonda shundoqqina uyimizni o'zini ichida biznes qilish uchun alohida magazinga joyimiz ham tashlab ketilgan. Uyimiz jihozsiz sotiladi. Xohlasangiz biznes bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Xohlasangiz bu xonani ham bitta kattagina mehmonxona qilib qo'ysa bo'ladi. Endi sizlar bilan birgalikda asosiy uylarimizga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, hovlimiz 100% burchakka qilingan, uzum tokilar qilib qo'yilgan, chiroyli shaklga keltirib, undan tashqari uyimizda har xil turdagi mevali daraxtlari bor do'stlar. Bu tomonda bitta hojatxonasi bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin va Sanuzel qismi bor. Shu joy bitmagan ekan xolos, lekin qolgan hamma joy bitgan. Buni ham endi kafillarini bosib qo'yadigan bo'lsangiz, ajoyib holatga keladi. 3 xonali kvartirani puliga ushbu hovlini berib yuboramiz deyishyapti, pul zarur ekan uy egalariga. Xo'p, bu tomondan kirganimizda uzungina teraska qismini ko'rishingiz mumkin. Bemalol bu yerdan mehmonxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Eshigi ikkita tomondan kirsa bo'lar ekan do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Agar siz shu supachani qirg'og'idan shundoqqina shu yerga gipsokardon qoqiladigan bo'lsa, mehmonxona alohida, shu kichkinagina proxod hol qismi alohida bo'ladi. Mana bu tomon mehmonxona bo'lsa, gipsokardon bilan to'sib, bu tomon mana proxod hol bo'lib qoladi. Bu tomonda bitta xona, hozirgi kunda uy egalari bu joydan oshxona sifatida foydalanyapti ekan. Endi oladigan odam o'zingizga chiroyli qilib moslab olaverasiz. Qaysi xonani qandoq qilishni bemalol hisobingizga qarasangiz bo'laveradi. Endi bu tomonda kattalar yotoqxonasi, bitta derazasi shundoqqina ko'cha tomonga qarab turibdi. Aytib o'tgandek, uyimiz jihozsiz sotiladi. Shoshilib qolinglar har doim ham. Bunaqangi Fayzi xonadonlar bunaqangi narxga sotuvga chiqavermaydi. Narxi $59,000 baho so'ralyapti. Ozmos irimiga o'tib beradigan joy bor. Bu tomonda yana bitta xonasi bor. Xohishga qarab bolalar xonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Tashqari tomonga qarab turgan bitta derazasi bor. Uylarimiz do'stlar 100% aboy bilan qoplangan va ichkarida yana bitta kattagina xona. Buni ham remontlari shu ko'rinishda. Manzil Farg'ona shahar 5 bola hududi Go'snafda mol bozorining shundoqqina orqasida 6 sotix 5 xona uyimiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Aytib o'tgandek narxi 59,000. Ozmos irimiga o'tib beradigan joy bor. Kimgadir qiziq bo'lsa bemalol pastdagi raqamlardan ma'lumotini olishlari mumkin. Keyingi videogacha xayr.